Qamashi tumaniga keldim. Xudo xolasa bugun nasib qilgan ekan. Qamashi ko'p eshitganman Qamashi haqida, internetda ham qiziqib ko'rganman ba'zi narsalarni. Qashqadaryoga kirganimdan keyin Qamashiga boshqa joyda yursam ham Qamashiga kelgim boshqacha edi. Tezroq borsam deb niyat qilardim va nasib bugunga bo'lgan ekan. Xudo xolasa Qamashidan ham chiroyli videolar, umuman Qamashi xalqi haqida ham ma'lumotlarni sizlarga O'rta Osiyoga umuman yetkazib berishga harakat qilaman. Qamashida yaxshi joylar juda ham ko'p, lekin men bilmaganlari ham ko'p, nihoyatda ko'p. Shuning uchun iloji boricha qayerlarga borishimiz kerak, qanday joylar ko'rsatishimiz kerak, nimalar haqida ma'lumot berishimiz kerak. Izohlarda yozasizlar, qayerlarga taklif qilasizlar, bulardan izohlarda yozasizlar. Iloji boricha izoh yozganda yoki umuman qayerga taklif qilayotgan bo'lsanglar, lichkaga raqaminglar qoldirsanglar, shu sizlar bergan raqaminglar orqali sizlar topib boraman qishlog'inglarda yoki hududinglarda. Qamashini tog'li joylari ham nihoyatda ko'p. O'ylaymanki, bu o'zimga ham va umuman kuzatuvchilarimga ham qiziq bo'ladi bu holat. Hozir Qamashini qayergadir borib markazga joylashaman. Markaz yaqin joyda, biron joyga va u joydan xudo xolasa bilmadim 10 kunmi, 15 kunmi, balki 20 kundir mana shu joyni hamma joyga o'xshab yoritib ko'rsatishga harakat qilaman xalqimizga. Xudo xolasa Nurli Karvonni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Nurli Karvon xalq ichida xalq hayot haqida videolar tayyorlaydi. Qamashi, xudo xolasa birgamiz endi.